Islom shariati. Shariat so'zi arab tilida ostona, suv ichish joyi hamda yo'l degan ma'nolarni anglatadi. Voqilikda shariat atamasi qonunchilik ma'nosida ishlatiladi. Xususan Alloh joriy qilgan amaliy hukmlar majmuasi shariat deyiladi. Shu ma'noda shariat fiqh ma'nosida ham tushuniladi. Samoviy dinlarning barchalaridagi amaliy qism shariat deb ataladi. Islom shariati hukmlari Qur'on, sunnat, ijmo va qiyosdan olinadi. Musulmon ulamolar shariat hukmlari barcha makon va zamonlarga mos bo'lish qobiliyatiga ega degan g'oyani olg'a suradilar. Shariat hukmlarining umumiy maqsadi bu dunyoda odamlarning hayoti va saodati uchun kerak bo'lgan barcha narsalarni yuzaga chiqarishdir, deydi usulul fiqh ulamolari. Bu esa ularga manfaatni jam qilish va ulardan zararni daf qilish orqali yuzaga chiqadi. Shariat o'sha haqiqatni o'ziga jo qilgandir. Islom dinining ta'limotlari, qonun-qoidalari va amallaridan 5 ta bosh maqsad ko'zda tutilgandir.